Bizda o'zbeklarda bironta yaqinimiz biznes boshlasa, albatta undan tekinga foydalanishga harakat qilamiz. Misol uchun, sartaroshxona ochsa, quruq rahmat aytib ketamiz yoki kiyim do'koni ochsa, chegirma so'raymiz. Amerikada Harvard tadqiqotlariga ko'ra 68% startaplarning ilk mijozlari yaqin tanishlar va do'stlar bo'ladi. U yerda kimdir biznes ochsa, birinchi navbatda yaqin tanishlar va do'stlar xizmat va mahsulotlarni sotib olib, qo'llab-quvvatlashadi. Taqqoslaydigan bo'lsak, bizda do'stim biznes ochgan bo'lsa, menga tekin bo'lish kerak yoki chegirma qilib bersin degan fikr bo'lsa, Amerikada yaqini ochgan biznesni, xizmatini yoki mahsulotini sotib olib, uni qo'llab-quvvatlay degan fikr ustuvor bo'ladi. Biz endi biznes ochgan, oyog'iga turayotgan odamni orqaga tortishga harakat qilamiz. Lekin fikrimcha, holat aksincha bo'lishi kerak. Ya'ni biz u odamni xizmatini yoki mahsulotini sotib olib, uni qo'llab-quvvatlashga harakat qilishimiz kerak. Video ostiga shunaqa hamma narsani tekin olishga o'rgangan do'stlaringizni belgilab qo'ying.